Zominlik Husandan salom do'stlar, salomatmisizlar? Qaranglar, kim bilanman? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Otabek aka, sizga bitta savolim bor. Mani auditoriyamda 50% dan yuqorisi 28 yoshdan kichkinalar tashkil qiladi. Butun O'zbekiston bo'ylab kuzatadi mani. Shularga bitta maslahat, muvaffaqiyatga erishgan inson sifatida maslahat bersangiz. Tartib intizom birinchi o'rinda. Aytilganidek, so'z boshi assalom, ish boshi intizom. Faqat yaxshi niyat bilan harakat, harakatda barakat. Mana shu Husanjon ukamizga o'xshab o'zini mehnatini yaxshi ko'rib, butun dunyoga xolis mehnat qilib insonlarni xursand qilish hammaga nasib qilsin. Taklifim ham, maslahatim ham o'zini ustida ishlab va intilish kerak yuqori darajalarga erishishga. Xudo xohlasa siz bilan ham men O'zbekistonda Guinnessga kirishga necha bor harakat qildim. Birgalikda harakat Endi birgalikda qilamiz. harakat qilamiz. Katta bir yaxshi loyiha qilamiz. Sog' bo'ling.